Umra ibodati juda buyuk ibodatlardan hisoblanadi. Buni yil davomida haj kunlaridan boshqa kunlarda bajarishimiz mumkin. Mana shu ibodatdan olinadigan manfaat yuqori darajada komil bo'lishligi uchun unga tayyorgarlik bosqichi juda go'zal suratda va bekam va ko'z bajarilishligi kerak bo'ladi. Mana shu tayyorgarlik qanday bo'ladi desa, ulamolar tayyorgarlik, mana shu ibodatga tayyorgarlikni ikki bosqichga ajratadilar. Umraga ham, hajga ham mana shunday tayyorgarlik ko'rsa bo'ladi. Birinchisi moddiy jihatdan tayyorlanish kerak. Ya'ni umra ibodatini siz badaningiz bilan qilasiz. Mana shu badaningiz ushbu ibodatni qilishga tayyor holatda bo'lishligi shart. Albatta hammamiz bilamiz, ibodatlar jismoniy ibodatlar bor, ya'ni jismoniy quvvat talab qiladigan, ikkinchisi moliyaviy imkoniyat talab qiladigan o'sha ibodatlar bor. Umra ibodati har ikkisini ham talab qiladi. Ya'ni siz badaningiz bilan yurib, aylanib bajarasiz va unga moddiy tomondan pul ajratishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun moddiy jihatdan tayyorgarlik ko'rish kerak. Badan bilan ibodat qilish uchun. Ikkinchisi ma'naviy jihatdan tayyorgarlik ko'rish kerak. Ya'ni tayyorgarlikni ikki bosqichga ajratishadi ulamolar. Moddiy va ma'naviy jihatdan. Moddiy jihatdan tayyorgarlikda nima ishlar qilinadi? Birinchi, mana shu ibodat uchun siz salomat bo'lishingiz shart va zarur. Chunki badaningiz bilan bajarasiz. Agar badaningizda, salomatligingizda kamchilik bo'lsa, buni bartaraf qilish choralarini ko'rishingiz kerak. Doktorga borasiz, lecheniya olasiz yoki bir dori-darmon qabul qilasiz yoki jismoniy harakatlarni ko'paytirish orqali salomatligingizni joyiga keltirishingiz shart. Imkon bo'lsa kuchaytirish kerak. Xo'p. Ikkinchi narsa, har kim asosan bizning hududlardan boradigan ziyoratchilar yoshi kattaligini inobatga olib, aksari dori iste'mol qilishini inobatga olib, siz agar dori iste'mol qiladigan bo'lsangiz, o'sha 2 haftami, 10 kunmi, qancha kunga borayotgan bo'lsangiz, o'shanga yetadigan, doimiy iste'mol qiladigan dorilaringizni oling. Ikkinchi ish, moddiy tayyorgarlikdagi. Ya'ni siz agar yurak uchun yoki shakar xastaligi, ya'ni sahrni diabet uchun biror dori iste'mol qilsangiz, o'shanga yetadigan doringizni oling. Xo'p, undan tashqari qo'shimchasiga hamma olishi tavsiya qilinadigan dori bu tomoq shamollashiga, umumiy badan shamollashiga qarshi dorilaringizni oling. Xo'p, uchinchi narsa, mana shu ziyorat uchun kerakli mablag' talab qilinadi. Ya'ni qaysi firmadan yoki davlat tomonidan qayerdan bo'lsa ham ketsangiz, o'sha sizni borib kelib necha kun gassisada bo'ladigan bo'lsangiz, ovqatingiz, boshqa viza xarajatlari uchun ma'lum bir mablag' talab qilinadi. O'sha mablag'ni tayyor qilishingiz shart, ya'ni to'lashingiz. Undan keyin davlatdan, O'zbekiston hududidan chiqishingiz uchun qizil pasport, ya'ni chet elga chiqish pasporti bor, o'sha pasport kerak bo'ladi. Undan keyin 5-narsa, har bir inson o'ziga ibodat qilishi uchun yetarli imkoniyat beradigan kiyim-kechak kerak. Misol uchun men o'sha boradigan muddatim 2 hafta muddatga ketyapman. Hozir Makkada havo harorati 35-40 gradus. Mana shu 35-40 gradusda menga qancha kiyim kerak namoz o'qishim uchun? O'sha yerda Ka'bani atrofida tavof qilishim uchun qanday kiyim lozim? Kiyim asli 2 maqsadda kiyiladi. Birinchisi avratni yopish, ikkinchisi issiq yoki sovuqdan himoyalanish uchun. Menga misol uchun mana shu kiyim namoz o'qishim uchun yetarli imkoniyat beradimi? Bo'ldi, mana shu kiyim bilan ketaveraman. Ya'ni avratim yopib turadigan bo'lsa bo'ldi. Alohida umra ibodati uchun alohida kiyim do'koniga borib, alohida faqat umrada kiyiladigan kiyimlarni xarid qilish yoki o'shanday kiyimlarni qidirish unchalik tavsiya qilinmaydigan ishlardan hisoblanadi. Siz o'zingizni bemalol, qulay his qilishingiz uchun ibodat jarayonida, namoz o'qishingiz uchun qanday libos kerak bo'lsa, qancha libos kerak bo'lsa, o'zingizni ehtiyojingizdan
holatingizdan kelib chiqib, albatta libos olib borishingiz kerak bo'ladi. Alohida ayollar qop-qora yoki oppoq yoki yana bir turli kiyimlarni olishimiz kerak deb o'zlarini ortiqcha harakatlarga uradilar. Unchalik tavsiya qilinmaydigan ishlardan hisoblanadi. Undan keyingi narsa, ya'ni moddiy tayyorgarlikdagi ishlardan birisi, ko'pincha yoshi katta otaxon, onaxonlar uy mahsulotlarini, ya'ni yeydigan uy mahsulotlarini qo'msaydi. Mana shulardan oz miqdorda bo'lsa ham yoningizda olib chiqsangiz, misol uchun choy, ya'ni zavarka deymiz, o'shanday narsa istaydiganlar bo'ladi, ozgina. Ya'ni ko'p miqdorda 1 kilo, 2 kilo emas, ozgina novon, ozgina quruq meva, ozgina uy noni, mana shunday oziq-ovqat. Ya'ni bu och qolasiz, o'sha vaqtida yeysiz degan ma'noda emas, balki uyni narsasini qo'msaganda, iqlim o'zgargan vaqtida boshqa narsani yeyishga ishtaha pasayganda yeyishingiz uchun shu uyni qo'msash, uyni mahsulotini qo'msash ma'nosida tavsiya qilinadi. Alohida qushlar uchun bug'doy oling yoki u yerdagi o'zbeklar uchun yana bir narsalar oling. Bunday narsalar shart emas. Ehson qilaman desangiz, u o'zingiz ixtiyoringiz. Bir chiroyli bir suratda, bir qism emas, insonni bir qondiradigan, xursand qiladigan miqdorda qilaman desangiz, har kimni o'zini ixtiyori. Sizga 2 haftalik safar mobaynida nima kerak bo'lsa, o'sha narsalarni olishingiz kifoya. Ya'ni sizni safar xaltangiz qanchalik yengilroq bo'lsa, shunchalik o'zingizga qulay bo'ladi. Va o'sha firma tomonidan sizga nimalar beriladi, ya'ni mehmonxonada, ularni so'rab, o'shanga yarasha narsalarni olib chiqsangiz bo'ladi. Mana shu narsa moddiy tayyorgarlik hisoblanadi. Shunga e'tibor berib, mana shu tavsiyadagi ishlarni qilsangiz, ortiqcha narsalarga urinmasangiz, inshaalloh safaringiz yengil va go'zal bo'ladi.